Qiyomat yaqinlashib qoldi. Qiyomat yaqinlashganining eng asosiy alomatlaridan biri to'satdan o'limlarning ko'payib ketishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabarini berganlar buni. To'satdan o'limlar ko'payib ketadi. Yosh bo'lmasa, kuchi, quvvati joyida bo'lgan odamlar to'satdan o'lib qoladi. Avtohalokat bo'lsin, yurak to'xtab qoladi, sportmen bo'lgan odamlar o'lib qolyapti. Hammamiz ko'rib turibmiz bu narsani. Hech qaysinimizni 60 yil, 70 yil yashashimizga bir kafolat garantiya yo'q. Hozirgi zamonda ayniqsa hech qanaqa garantiya yo'q. Siz balki men oxirgi marta eshitib turibsiz. Balki siz ko'radigan oxirgi video shu video bo'lishi mumkin. Shuning uchun eslatma o'zimga va sizlarga, Alloh taologa tavba qilaylik va ertaga men yashayman degan narsani chiqarib tashlaylik. Shu bugungi kun bizning oxirgi kunimiz deb qabul qilaylik. Shu oxirgi namoz, men oxirgi namozim deb qabul qilaylik. Chunki qachondir shu oxirgi namozimiz bo'ladi. Shu oxirgi kunimiz bo'ladi. Shu oxirgi uyg'onishimiz bo'ladi. Va qachondir shu oxirgi videoyimiz bo'ladi. To'satdan o'lim ko'payib ketdi. Atrofimizga bir qaraylik va Alloh taologa tavba qilaylik. Alloh taologa qaytaylik. Alloh taolo hammamizning gunohlarimizni kechirsin.